Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Xola, qishloqdoshlar so'rayapti. Marpat opaning videosini yoki nimalarni tashlangizlar deyapti. Hali Qidrat qishloq yordam beryapti. Kasallik tashxisingizni qayerga borib davolanmoqchisiz? Shular aytib bering. Qishlog'imiz uchun kerak. Katta rahmat qishloqdoshlarimga borib qilishtirishdi. Yig'lamang, xola. Nasib bo'lsa yaxshi ketsin. Hammasini to'ylarga qaytaray. Suyak yemirilishi kasallik bo'yicha azab yeb o'tiribman. Bitta qo'lim ishlamaydi, bitta oyog'im ishlamaydi. Sizlardan yordam tilayapman. Shu yordamlaringizni menga bersalaringiz. Xudodan shifo tilab yaxshi bo'lib ketsin, nasib bo'lsa hammasi oldinda. Qachon ketishingiz kerak? Endi nasib bo'lsa shu yoqqa boring Hindistonga. Hindistondan yaxshi bo'lasiz degan natijani olib o'tiribman. Nasib bo'lsa shu yoqlardan yaxshi bo'lib ketsam hammalaringizga. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin iloyim. Shu bilan boshiga sog'lik kelaydi iloyim. Xola, yig'lamang. Qishloqdoshlar xola barcha ozma ko'ppa yordam beryapti, tashlayapti. Bitta duo qilib qo'ying qishlog'imizga ham. Nasib bergan bersin iloyim. Men kam qilganman, Xudo to'ldirsin iloyim. O'g'illarni boshiga sog' bo'lib o'tirsin iloyim. 4 mechali sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Mana shu topganlarni hamma yaxshi kunlarga ishlatsin. Bergandan bersin iloyimgina. Joni sog' bo'lib bersin. Shunday bo'laman deb hayotimda o'ylamabman. Adam shunday kunlarga yetishsa bo'lar ekan. Rahmat. Yaxshi bo'lib ketasiz, xola, o'ylamang. Hindistonga endi qachon ketaman deyapsiz, xola? Nasib bo'lsa endi mag'lubiyatga qaraymiz. Qani tushsa xalqimdan imdigar bo'lib o'tiribman o'zimda. Urug'larim ham bermaydi emas, beryapti. Xudoga shukr, hamma urug'im oyoqda tika turibdi, beryapti. Baribir ham kam, o'zimda ham bor, kamchilik, yetishmovchilik bo'lyapti. Kamroq qilsa ham bir yordam qilsalaringiz, bir yordamlaringizni sizlardan bir nima qildim. Endi nasib bo'lsa shu mablag' yig'ilsa, sirashni ketishim kerak. Faqat buni endi kechiktirmasdan ertaroq keyin deyilganda, shunga endi borishim kerak. Shunga endi sirashni bo'lib qoldi. Hammalaringiz shu bir nima qilsalaringiz, yordam qilsalaringiz. Qo'llaringizdan kelganicha hali Qudrat. Nasib bo'lsa, hali Qudrat qishlog'imiz ham hali yordam beryapti. Ehson pullar tushyapti. Pulda hisoblab sizga olib beramiz. Tinma-tinigacha hisoblab. Yaxshilik kunlariga qaytarayin hammasini. Mana berganlarni ham eshitdim. Allohim yaxshilik kunlariga qaytarayin nasib bo'lsa. Yaxshilik to'ylar qilsin. Men ham yaxshi bo'lib ketsam nasib bo'lsa bolalarim to'y qilayim, ikkita bolam boshiga sog' bo'lib berayin hamma. Yaxshiman. Kishi qayerda? Endi shu yoqqa borib kelsam Hindistondan bir umidim shu yoqda keyin kechiktirmasdan keyin deb yotibdi, shunga ketishim kerak. Gaplar kishi pul bo'lsa ketaman. Nasib bo'lsa. Rahmat hammalarga.